Assalamu alaykum. Uyg'ur televiziyasining aziz ko'rurmanlari. Tor televiziyasining suhbat programmasiga xush keldinglar. Bugun biz Gollandiyada yashayotgan Gollandiyadagi Yevropa Sharqi Turkiston Ma'rif jamiyatining sobiq raisi İsa Qarim bilan suhbat elib berishni muvaffaq ko'rdik. İsa Qarim, qanımız xush kelding. Hoş bulduk, rahmet. Vaqt chiqarib mikrofonimizga qadam tashrif qilganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Aldı bilan mushu manlik hayotingizni o'zingizni tunishtirg'ach ko'rinmalarga so'zlab bergan bo'lsangiz. Buldu. Benim ismim İsa Karım. Ben Aksu vilayeti Kelpin nahisida tug'ilgan. Vatandan sirtqa chiqish, chet elga chiqish tarixim biroz uzoq. 1991 yildan boshlab men chet elda. Gollandiyaga kelgili 20 yildan oshdi. Gollandiyaga kelgandan beri shu vatan millatniki xizmati bilan shug'ullanyapman. Hozir shu Gollandiyadagi tanilgan hammadan biladigan dernek bo'lgan Yevropa Sharqi Turkiston Ma'rif jamiyatida xizmat qilyapman. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqindan beri muhojiratdagi bir qism Uyg'urlar vatanga berib urug' tuqqanlarni yo'qlab keladigan ahvollar sotsial medialarda ko'payib qoldi. Da'vo sepimizdagi tajribali kishilar sizdan biridim. Da'vo sepimizdagi tajribali kishilar sizdan biri bo'lish suhbatingiz bilan buning Uyg'ur da'vosi qanday ta'siri bor so'zlab bergan bo'lsangiz. To'g'ri, siz deb o'tgandek bu masala bo'libmi bu yilning boshidan boshlab ko'payishga boshladi. Men bu Gollandiyada yashagan bir Uyg'ur vatandoshi bo'lishim bilan Gollandiyadagi ahvolni kuzatgan bir shaxs bo'laman. Afsus, Gollandiyaga kelib yashagan qarindoshlarninki hammasi o'zi iltijo yo'li bilan keldi. %100% iltijo yo'li bilan keldi. İltijo yo'li bilan keldi degan gap Xitoy hokimiyatini Gollandiya hukumatiga shikoyat qilib, shu shikoyatininki sayesinde iltijo iqomatiga erishib oxirida garajdanlikqa erishdi degan gap. Yani bunun ma'nosi biz bununla dava noktasından qarasak bu yerda bir şekilde bu yerga kelib iltijo qilgan bir shaxs o'zininki Uyg'ur milliy harakatininki milliy davosiningki bir da'vogarkanlikni bir şekilde ispatlaganlik. Bu ispatlaganlik Xitoy hokimiyatini dushman tutganlik. Endi bugungi kunga kelgan vaqtida o kishininki hamma dokumentlari to'liqlanib, qo'liga Gollandiya pasporti chiqqandan keyin vatanga berishi to'lama afsuslanarlik, to'lama odamni ichindiradigan bir masala. Chunki biz Uyg'ur millatiga qilinayotgan zulmga qaraydigan bo'lsak, vatanimiz besilingandan boshlab bu zulmning to'xtab qolgani yo'q. Bo'libmi 2016-yili kamp meselesi başlangandan keyin Xitoylarning millatimizga qilayotgan zulmi necha hassi o'zgarib yuqori besimliq shaklda bizga zulmni qilyotdi. Bo'libmi bu 2016-yildan keyingi holatni ko'rib turib, bilib turib vatanga berishning o'zi albatta bir dava sepideki normal bir aktivistni emas, normal bir Şarkı Türkistanlık vatandaşının açığını keltirir deb o'ylayman. Biz Uyg'ur milleti, Şarkı Türkistan xalqi düşman bilan do'stni farq etishimiz lazım. Düşmanga düşmancha, do'stga muomala qilishimiz lazım. Albatta hammamizningki tug'ilgan vatani qini to'kilgan ya Şarkı Türkistan. Şarkı Türkistan'a her bir Uyg'urninki, her bir Şarkı Türkistanlıkning bağısı keladi. Lekin biz Xitoy istilası astidagi Sharq Turkistonga borgan shaxsniki nimalarga imzo qo'yib, nima va'dalarni qilib, hatto uning qo'lida Gollandiya pasporti bo'lsa-mu, hatto uning qo'lida Kanada, Amerika va boshqa g'arb davlatlarining pasporti bo'lsa-mu, nimalarga imzo qo'yib, nimalarga ma'qul deb borganligini, uningdan keyin vatanda uning urug' tuqqanlarininki nimalarga majburlanganligini biz eng yaxshi biladigan xalq
Xitoyninki nafsiyatini, Xitoyning psixikasini eng yaxshi shaklda bilamiz. Demak, vatanga borgan hozirgi vaziyatda vatanga borgan bir shaxs albatta Xitoy deganning hammasiga ma'qul deb o'zininki bu yerda qilgan iltijosiga qarshi holda shu o'zining deganlarini o'z harakati bilan inkor qilgan holda vatanga borgan bo'ladi. Bu to'lama afsuslanarli. Bir necha yildan beri Xitoy kommunistlarının jazo lagerlarida va turmalarda yetib degan Qalbinur Siddiq, Mehrigul Tursun, Zumrat Davud, Sayragul Saudbay, Janargul Jumatay, Ömer Bekali, Gülbahar Xativaji, Gülbahar Celilova qatarlıq şahitlerimiz to'xtamay guvohlik berib davoyimizning xalqaro kun tartibiga kelishga turtkilik rol o'ynadi. Yo'l ochilibdi, vatanga berib kelsak deb bu qarindoshlarimizning bergan guvohliklarini yolg'onga chiqarib qolmay, davoning ziyonga uchrashi mumkin. Bu meseleге sizning ko'z qarashingiz qanday? Albatta bu savolda o'tirib qo'yilgan masala haqiqatan shunday bo'ladi. Bo'libmi shu ma'lum davlatninki nüfusini garajdanligini ilib yana uningdan keyin vatanga borganlik o'zining intervyusida bayon qilgan hikoyalarning hodisalarninki hammasini o'z og'zi bilan o'z harakati bilan yolg'on deganlik. Lekin bu yerda bir narsani unutmasligimiz lozim. Bu kamp şahitleri guvohlik berdi. Davoyimizda yükselish bo'ldi. Ko'p muassasalar, ko'p davlatlar tunudi. Lekin bu yerda biz unutmaydigan narsa haq bilan batıl, ya'ni tarixdan beri haq bilan batıl elishidi. Oxiri haq g'olib keladi. Batıl zoil bo'ladi. Bularning bağanlığı belki bu bağan adamlarning ko'nglini shakl jihatda xush qila olgan bo'lsa-mu, amaliyotda bu inson berib qaytib kelgandan keyin o'zining xushalligini uzun qadar davom qilolmaydi, uning foydalanmaydi. Biz buni shunday bilishimiz lozim. Biz Xitoy hokimiyatiningki chet elda yashagan Uyg'urlarga emas, normal bir sayohatchi viza deb basımı bu sayohatchilardan qanday dokumentlarni talab qilganligini, qanday formulyarlarni to'ldirishga majburlaydiganligini yaxshi bilamiz. Unda bo'lgandan keyin biz bu yerda yana bir tarafdan biz haq yo'ldagilar garchi az bo'lsak bu yo'limizda davom qilaveramiz. Batıl yo'ldagilar batıl yo'lida mangayversa bo'ladi. Lekin bu yerda haq batılning ustidan g'olib keladi. Su ketib oxirida tosh qoladi. Biz buni yaxshi bilamiz. Sizce siyosiy boshpanolik degan nima? Diasporadik Uyg'urlar siyosiy panohlik tilab va yoki sig'inib pasport olib bo'lgandan keyin vatanga yugursak bo'lamdi. Bu vaqt tushuncha bersangiz. Mening bu siyosiy boshpanolik to'g'risida so'ralgan savolingizni beradigan javobim eng xulosa qilib degan vaqtida siyosiy boshpanolik degan men o'z tug'ilgan vatanimda kindiqinim to'kilgan yerda bexatar xotirjam yashanmadim. Mening hayotim xavf ichida, shu hayotim xavf ichida bo'lg'achqa men mushu davlatga iltijo qilib keldim. Men bu davlatda xotirjam yashashni xohlayman degan shaklda bo'lgan bo'ladi. Endi bu holatni beshidan o'tkazib bo'lgandan keyin pasportni qo'liga olib bo'lgandan keyin borgan bo'lsa, o'zining yozgan ahdnomasini o'z qo'li bilan yirtib tashlaganlik bo'lgan. Söhbetimizni oxirida shu yerda oxirlashtiraylik. Oxirida Uyg'ur televiziyasiga vakolatan söhbetimizning yaxshi elib berilishi uchun kuch chiqargan İsa Qarimga rahmat aytaman. Ko'rinmalarga sog' salomatlik tilayman. Keyingi sonda ko'rishguncha omon bo'linglar.